Bu qitimlik dərsindən paylanıb biz qural sandıqdakı baş qurallar bilan davamlı tanışıb çıxaylı. Mən hazır şu yötkeş qural tanlanğan holatda yoki boshqa holat bo'laversin, knop taqsidagi U harfini bosgan chog'da, U knopkasini bosgan chog'da diqqat qilsangiz bo'ldi. Ostidagi bu shakl tanlanish bilan ustidagi parametr o'zgardi. Hemen bunu 10 tarafını çeken çağda bunun tik to'plam qurali, aylanma quriliq tik to'plam, ellips qurali, ko'p tarafli shakl qurali, tuz siziq va ixtiyor shakl degandek bir qancha turlarning borligini his qildim. Hemen bularning hammasini qaysini vakillik qilganligini, nima rol borligini tushunish uchun yangidan bir bat qurib olay. Yangidan bir bat qurish uchun tizimlik stolning ichidagi hujjatning ichidan yangi qurishni yoki kontrol taqsidagi control bilan N knopkasini bassam bo'ladi, yangidan shakllandi. Andan keyin men bu yerga ismni qo'yaversam bo'ldi. Masalan, xohlagancha yangi damdoq yoki xohlagancha ismni birini qo'yayotgandan keyin men bu yerda modullardan o'zim xohlagan bir shaklni tanlasam bo'ldi. Masalan, men bu yerda torbat uchun deb men shaklni tanlay, bu oldin qo'yib qo'ygan narsalar bor. Men buni o'zgartsam bo'ldi yoki serial ko'zlikdan yana tangsam bo'laverdi. Menimcha mushalat tutib turay. Ani tizimlashtirgandan keyin bu oq taglik shakllandi. Men ham bu yerga bu knopkani tortib turib, bir shaklni qilib boqay. Da qarasam bu xuddi qarga olganga o'xshash bir stilga aylandi. Ham bu nima degan chog'da mushadan tortib turib, qolgan bir shakl silsam bo'ldi. Shakl silsam bu hozir tik to'plam shakllandi. Men mousening so'l tarafini qo'yib o'tgandan keyin bu qora rang avtomatik kirib ketdi. Bu qora rang nereden keldi degan chog'da bizning oldingi rang qora bo'lganligi uchun qora rang shakllandi. Endi qismimiz yangidan bir bat qurilib, yangi bir shakl, tik to'plam qo'ral shakli paydo bo'ldi. Ostidagi ramkasini o'xshamaydi. Hemen bunu rangini boshqacha qildim degan bo'lsak, oldidagi rangni o'zgartirib, masalan, qizil rang shakllandi. Shakllangandan keyin men qayta tortdim. Tortgan chog'da bu qizil rang ko'rilmadi. Bu nima uchun qizil rang ko'rilmaydi degan chog'da ustidagi men to'ldirish degani bor. To'ldirish degani men odatda qizilni tanlab qolmagan uchun qizil shakl ko'rilmadi. Undan boshqa men bu yerdan rangdan o'zim xohlagan shaklni tanlasam bo'ladi. Endi jazmlashtirib yozsam buning shakli o'zgardi degan gap. Yoki bo'lmasa, men bu qora shaklni qo'sh chekandan keyin bu yerdan rang tanlash knopkasi ko'zga kechildi. Men bu yerdan o'zim xohlagan boshqa rang tanlasam bo'ldi. Masalan, yeshil rang tanlab qo'ygandan keyin tanlasam buning rangi o'zgardi degan gap. Endi bu narsalar undan boshqa bu usti qarasak, buningki masalan men boshda mana uchretay uchun bevosita tortib aqlasan do'tsam bo'laverdi. Hozir mush yeshil rang keldik, yeshil rang kirgancha ustida parametr o'zgarish borligini his qilamiz. Masalan, birinchisi buning shakli. Bu shakl holat bo'lamdi deydi, yoki yo'l bo'lamdi yoki piksel olti bo'lamdi deydi. Siz buni tanlasangiz bo'ldi. Hozir masalan men mana piksel oltini tanlab qo'yay. Tanlab qo'ygandan keyin qaytadan shu tik to'plam shakl qorani tanlab turib, bu yerga sizmoqchi bo'lsam, hozir sizish mumkin emas deydi. Qanday qilamiz degan chog'da, nima qilmoqda degan chog'da men bu yerga bir batni tanlashim kerak. Men tanlab turib, anadan keyin qaytadan shu qarqilish knopkasi o'xshash shakl paylangandan keyin sizsam bo'ldi. Sizilsam sizildi, lekin diqqat qilsangiz bu keyin teglik bilan bir gavda bo'lib ketdi. Men buni ayrim chiqara olmayman degan gap. Bularning farqi mushada. Anadan keyin bizim ba'zi farqlarni keyin so'zlaymiz. Shu vaqtda ikkisining nima farqi borligini bilalaysiz. Men hozir buni keyinga chekinib turay, kontrol bilan zen bosdim. Undan keyin men buni hozir normal shakl oldi ekab qo'ydim. Ekagandan keyin shu shaklni tanlab turib, birinchisi buningki ichiga to'ldirilgan rangini men boshqa tanlab qo'yay. Masalan, qizil rang tanladim yoki uni bo'lmay qolsa, men atrofdagi boshqa ranglarni ko'rdingizmi? Qarasangiz bu yerda shakli barqan tajriba o'zgarish shaklini tanlagan bo'lganligini his qilasiz. Ham bularning darajasi masalan, tuzsizlikmi yoki bunda yumaloq shakldimi va yoki qirliq shakl bo'lamdi. Qaysini tanlasangiz bo'ldi, uning ustiga gradusnimi o'zingiz xohlagan tanishlaysiz. Yani yazsanız mı buldu yoki mana shaklni besib qilsangiz mı buldu. Bu yerda yana taraf ko'rinib turadi. Andan boshqa men hozircha buni odatdagi bu shakl ekamay turib, rangini men o'zgartirdim. Rangini sariq rangga o'zgartirdim. Ama o'zgartib bo'lgandan keyin buning atrof yenidagi masalan bu yerda chegarasini bo'yash deydi. Biz buni orqali buni atrofidagi qirlarni belgilaymiz. Masalan, qirni men ko'k rangda bo'yagan bo'lsam, qarasangiz qiri intayin yaxshi chiqdi. Endi buni qilib bo'lgandan keyin men buni chekib, bu yerdagi chambardak shaklni ko'rgandan keyin men buni chekay. Chekkandan keyin nima degan chog'da
Bunun bir qancha turlari turibdi. Bu nima degan chog'da men ranglarni o'zgartirgan. Masalan, cho'ng kichigini o'zgarsam bo'ladi yoki shakl qilib yonga hech chiqadigan ekasam bo'laverdi. O'shalar ekaldim. Undan boshqa men buningki ramkaninki qirlarini tom inchikligini tanishalayman. Qisam bo'laverdi. Ham diqqat qilsangiz, bu yerda yana bir shakl bor. Men bu shaklni chekay. Chekkandan keyin bu shaklni men oldin belgilab qo'ygan boshqa shakl o'zgartiraman. Endi o'zgartirayman. Masalan, uzuksiz qolib ekasak bo'ladi. Yoki undan inchikali ekasak, yumaloqali ekasak, bu shakl nima uchun bunday bo'ldi degan chog'da buni ostida parametr bor. Masalan, bu ichidan bo'yash, bu o'ttirdan bo'yash, hamda bu sirtdan bo'yash. Buning shakli oxirgi nuqtasi qanday bo'ladi deydi. Ishda qirliq bo'lamdi yoki yumaloq bo'lamdi va yoki boshqa shaklda bo'lamdi, tikto'tgan shakl bo'lamdi. Masalan, tanlasangiz bo'ldi, ostidagi texim ko'p degan qilish orqali bu yerdan biz tanlagan shakllarni qila olamiz yoki bularning orliqlarini qolgancha o'zgartira olamiz. Mush orqali qilsak bo'ladi. Undan keyin men buni vaqtini o'chirib turay. Men hozircha men buning qirini bermayman. Qirini bermagan chog'da ya qirini to'yilgan holatda bersam bo'ldi. Men bu yerda shakllarni o'zgartirib yana mushalat tursin. Bu ichidan bo'lamdi, o'ttirdan bo'lamdi degan chog'da men o'ttirdan bo'lsin degan tanlab qo'yib turay. Sizni siziqning o'ttirdimi ham ichidami ham teshidami o'xshash nisbatda siziq paydo bo'ldi. Ben bunu qilib bo'lgandan keyin buni o'chirib turay. O'chir bo'lib yana bir shakl bor sizin. Masalan, men yumaloq shakldan birini bor. Kelgan chog'da hozir men sizsam bo'ladi, ustiga sizsam mushu biz belgilab qo'ygan shakl bilan o'xshash fasondagi chiqdi. Lekin buning qiri yumaloq qirliq tiktok bilan bog'liq uchunlar buningki qirlari aylanma qirliq shakl chiqdi. Hamma bularni qilish uchun o'ng tarafni chekitib aslolar ekvivalentib undan keyin qaytisi boqay. Siz baqsam yana o'xshash bo'laveradi. Nima degan chog'da bu holat o'zgarmaydi degan gap. Men bu yerdan qirlarni o'chiraytay, undan keyin rangini men o'zim qolgan shay mashalat tanishigan bo'lsam masalan, hozir bo'ldi. Qilib bo'lgandan keyin men buni o'zgartirib turay. O'zgartirib turib, alt belgisini besib turib, undan keyin mouseni oparsam, bu yerda bir elish shakllandi. Men endi bu nima degan chog'da men bu yerga usti qo'shsam yoki olsam bo'ldi degan gap. Alt belgisini bosgan chog'da elish olti keldi. Men endi o'shadan qildim. Agar men bu shaklni o'ttirdim pastga kelmasam, bo'shliq kronkasini besib turib yo'tkisam bo'ldi. Bo'shliq kronkasini kelib turib, men buni o'ttirib keldim. Hozir evichi oldi bo'lgandan keyin men mouseni qo'yib o'tgandan keyin bu holat bunday shakllandi. Men buning aniq ko'rinishi uchun men xohlagan bir shaklni chekib olsam bo'ldi. Biz boyaq shakldan xohlagancha ola olamiz degan gap. Masalan, men hozirgi mashadan menimizni o'chirib turay. Vaqtincha hammasini o'chirib turib, chamber ellips shaklda bor. Bu yerda men shift besib turib qilsam, chiroyli tang nisbatdagi bir yumaloq shakl paydo bo'ldi. Bu aslidagi shakl qora bo'lg'achqa, men qora bo'ldi. Men buni yoki qo'shdik shart yoki ustiga to'ldirishni bas orqali o'zgarsam bo'laverdi. Men buni qilib bo'lgandan keyin bu yerga keldim. Andan keyin men bu yerni avatmoqchi. Qana qilman degan chog'da men shu shaklni tanlab turib bu holat keldim. Agar men bu holatni qo'shsam, ustiga yana qo'shilib chiqadi degan gap. Yangi batdan bir shakllandi. Shaklni qo'shilib chiqdi. Undan boshqa men shift bossam qo'shish belgisi chiqdi. Undan keyin men bu yerga suzdim. Qismangiz bu bir batda chiqdi. Bu bir batda mush shaklni erishdik degan gap. Endi men minus belgisini paydo qilish uchun alt knopkasini besib turib sizay. Sizgan chog'da bu shakllari mouseni bo'shliq knopkasini chekib turib shiftni qo'yib o'tmay mouseni qo'yib o'tmay turib birinchi bo'lib alt knopkasi. Bundan kelish oldiga kelgandan keyin men mouseni sol tarafini bosay, suzib shaklni chiqardim. Chiqargandan keyin men qo'yib o'tmay asosda bo'shliq knopkasini besib turib ostiga qolgan yerga yutib kelayman degan. Ay shaklda chiqish uchun men balki mushalat tanlasam bo'ldi. Lekin ostiga qo'yib o'tsam bu elish evatgan holat chiqdi. Ya'ni bu ay holat chiqdi. Endi men buni ko'rish uchun boshqa holatga o'tsam, buni suzuk holati kelgan bo'ladi. Undan boshqa bularni o'zgartirishninki boshqa men ostiga qarsam tuzsiz quroli ko'p tarafli deydi. Ko'p tarafli orqali qolgan chizsam bo'laverdi. Bu yerda 5 bor o'xshaydigan bir shakl paydo bo'ldi.
Ben bularni o'chirib turay. Uning ostida anadan keyin tuz siziqdan boshqa ko'p ishlatilgandan bizga ixtiyoriy shakl qo'llarni bor. Buni chekkan chog'da buning ustiga qarasangiz bir yerda knopkaning shakl kichik bir o'zgarish borligini his qila olasiz. Anadan keyin bu oldidagilar asosan o'xshaydi. Anadan keyin men mushadagi ko'zdan chekkan chog'imda bu yerda bir qancha shakllar, xuddi qayta stilga belgilangan borligini. Men mushadagi shakllarni tanlab turib, sizsam bo'laverdim. Ben bu yerda qora shakl qildim, endi buni o'zgartirish uchun masalan seriq rangni bersam bo'ladi yoki buning qirlarini azroq bo'yamdim. Masalan, men buni suz bo'ysam bo'lamdi. Men buni texim kichiklitamdim. O'zingizning ahvoliga qarab tanlasangiz bo'ladi. Ondan keyin men bu shaklni yoqtirdim. Lekin ma'lum ushlari yoki bir shakllar toza yoqmagan bo'lganda qilmaydigan chog'da buning ustida yo'l tanlash quroli. O'ng tarafni besib turib bevosita tanlash qurolini chekdim. Ondan keyin men bu nuqtani hozirgi qora chek keldi, tortib o'zgarsam bo'laverdi. Hozir bu shakl bunda bir shakl kirdi. Men bu shaklni o'zim ixtiyor o'zgartiraman degan gap. Yoki bu nuqtani o'ngni chekib turib o'chirmasam bo'ladi. O'chirmasam buning shakli o'zgarib ketishi mumkin. Men asli keltirish uchun Ctrl bilan Z ni bosay, buni akasak bo'laverdi. Undan boshqa men bu betni o'chirib turay, butunlay o'chirib turdim. Ondan keyin shu ixtiyor tanlash shakliga kelgan chog'da buning har xil shakllar bor. Bizga intayin qulaylik, masalan, yurakning shaklini sizish uchun bevosita sizsaq bo'ldi. Ben buni yurakning shakli qo'yish uchun qizil rang kelsam bo'laverdi. Yoki men shaklini o'zgartirib foydalansak bo'ladi. Undan boshqa bir qarasak, buning oraliq necha xil shakli bor ekan. Har xil masalan, biz ba'zida marka iltimos qilayotgan yoki o'shanlarning shaklini olsak bo'laverdi. Qizlarga qilsak bo'ladi. Endi lekin bu shakllar mo'yinchilikli mo degan chog' bunda emas. Buning keyindagi yumaloq chambarni chekingimizda buning bir qancha turlarining borligini, har xil shakllarning masalanga bu yerdan har xil shakllar edi. Men buni keyinga qo'shib yetmay dedim. Qarasam har xil shakllar qo'shildi. Bundan nurg'un shakllar o'zingiz foydalanadigan shakllar bor. Intayin tez surat siza olasiz. Mushalat foydalansangiz bo'laverdi. Bundan boshqa men buni davomli uchun chekkandan keyin bu yerda men shakl kirgizish degan nomer ko'rikisi bor. Men bu shakl kirgizish ko'rikisini chekib turib, ochgan chig'imda masalanga men shakllarning ichida keyni aloqa kengaytirilgan nomi CSH bo'lgan shakllarni to'rdan tushirib turib, o'zingiz yaxshi ko'rgan qism bo'ldi. Biz bu yerda qachlab qo'yganlarimiz bor. Masalanga men hozir diqqat qilsangiz, ostida hozir kvadratli shakli bordi. Men bu yerdan ma'lum bir shaklni tanlab, buni kirgizgandan keyin yana bir mo'yn shakllar kirdi. Bu shakllar nereden paydo bo'ldi degan chog'da, bu shakllarni to'rdan oldin loyilab qo'ygan shakllarni biz kirgizdik degan gap. Bu shakllarni siz o'zingizdan tanlashdan boshqa o'zingiz sizib chiqsangiz bo'ldi. Masalan, ba'zi shakllar bor. Masalan, biz bu shakllarni sizib bundan keyin masalan men qolgan o'zgartay bo'lmasa, men bu yerdan yana bevosita o'zgart tanlash qurolidan foydalanib turib tanlab bo'lgandan keyin men shaklni o'zgartamsa deydi. O'zgartdim dedim. Masalan, bu shaklni men buningdek ko'p ishlataman yoki bu suratni tez suratga ko'paysam bo'ldi. O'ng chekkan chog'da bu yerda ixtiyoriy shaklni o'zi belgilash deydigan bir knopka. Men buni belgilayotay. Belgilayotgandan keyin ismni qo'ysam bo'ldi. Ismni qo'yib, masalanga qolgan bir ismdan birini qo'yayotgandan keyin endi men ixtiyor tanlash qurolining ichidan shuni ko'rib boqay. Shu shakl zodi bormi yo'q. Qarasangiz bu shakl bor. Endi biz bu shaklni har vaqt tanlab sizalaymiz. Bu intayin ko'p uchraydigan. Endi bu ismlarni o'zgartirish uchun masalan chekib, men bu yerdan shu tartib bo'yicha chiqaman desangiz bo'ldi. Eng asosiy qilsangiz siz qo'ygan ism bilan bu shaklning bog'langiz qila olasiz. Mushunaq orqali nurg'un vaqtlarni tejishli, o'zgartgili, xohlagancha foydalanqili bo'ladi. Siz mushlardan foydalanishni bilsangiz, nurg'un vaqtingiz qisqaradi.